Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Python kursimizning 4-darsidamiz. Oldingi darslarda o'zgaruvchi o'rgandik, data types o'rgandik, string in float. Bugun esa juda muhim mavzuni boshlaymiz. Foydalanuvchidan ma'lumot olish. Ya'ni dasturimiz odam bilan gaplashishni boshlaydi. Pythonda buning uchun input funksiyasi ishlatiladi. Lekin bu yerda bir muhim sir bor. Input har doim ma'lumotni string sifatida qaytaradi. Va agar biz raqam bilan ishlatmoqchi bo'lsak, uni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buni esa type conversion deyiladi. Keling, endi buni sizga amalda sinab ko'rsataman. Sim kiritamiz va salom dalir. Aytiladigan gap, bu yerda biz input orqali foydalanuvchidan ism olyapmiz. Kiritilgan qiymat name o'zgaruvchisiga saqlanadi. Keyin esa print orqali chiqariladi. Xo'p. Endi shingiz aytilgan gap bu yerda xato chiqadi. Sababi input har doim string qaytaradi. Biz esa raqam bilan ishlamoqchimiz. Shuning uchun type conversion qilamiz. To'g'ri variant aytilgan gap bu yerda int orqali stringni butun songa aylantirdik. Endi Python matematik amalini to'g'ri bajaradi. Xo'p, endi float ni misol qilib aytamiz. Aytiladigan gap, agar kasr son bilan ishlamoqchi bo'lsak, float dan foydalanamiz. Xo'p. Bugun biz o'rgandik, input nima uchun u string qaytaradi. Int va float bilan qanday o'zgartiramiz? Agar siz haqiqiy dasturchi bo'lishni xohlasangiz, mana shu asoslarni juda yaxshi tushunishingiz kerak. Keyingi darsda esa operatorlarni o'tamiz. Like bosishni unutmang, obuna bo'ling va 0 dan professional darajaga birga boramiz.